Qadim zamonlarda bitta otaxon bo'lgan ekan. U otaxonning yakka yagona qizi bor ekan. Yana ular uyida mushugi, kuchugi, eshagi ham bor ekan. Qiz juda ham odobli, tarbiyali, go'zal bo'lib voyaga yetibdi. Qizi so'rovchilar ko'p bo'lib ketibdi. Keyin bir kuni sovchi kelibdi. U sovchi rosa otaxonga ma'qul kelibdi-da, xo'p deb yuboribdi. Undan keyin yana sovchi kelgan ekan, u kuyov ham, qudalar ham yoqibdi-da, otaxon unisiga ham xo'p deb yuboribdi. Undan keyin yana sovchi kelsa, unga ham xo'p debdi. Undan keyingisiga ham, qarochi 4 ta joydan sovchi kelsa, to'ralasiga ham xo'p deb yuboribdi otaxon. Keyin kech tushgandan keyin endi nima qilaman ekan deb bosh qotib o'tirgan ekan, bitta pari paydo bo'libdi. Mashnaqangi bo'ldi deb aytib bergan ekan, u pariga men senga yordam beraman debdi-da, otaxonga uydagi mushugi, kuchugi, eshagini qizlarga aylantirib beribdi. Keyin to'y qilibdi-da, to'rala qizini uzatib yuboribdi. To'ralasi bir xil ekan. Keyin vaqtlar o'tib, ertakda endi bu otaxon chol qizlardan xabar olgani boribdi. Bitta qizini uyiga borgan ekan, aytdi, qizim qalay, yaxshi yuribdimi, qanaqasilarda, ko'nglingdan chiqyaptimi desa, umuman kamchiligi yo'q qizingiz. Shunaqa yaxshi, muomalasi ham zo'r, hamma ishlarni ham zo'r qiladi. Faqat shu ovqatdan keyin suyaga qatishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ha, bu kuchuk qizim ekan deb ketibdi. Keyin yana bitta qiznikiga borsa, aytdi, ham so'rabdi. Mehmon qilishibdi otaxonni-da. Keyin umuman kamchiligi yo'q qizingizni, hamma yo'qni qiladi, shunaqangi muomalasi zo'r, pazanda, unaqa bunaqa deb maqtabdi. Shu ertalab turib betini yuvgisi kelmaydi debdi. Demak, bu mushuk qizim ekan. Betinimda ishqa olib ketaveradi deyishibdi-da. Keyin yana bittasinikiga boribdi, yana bitta keyingi qiznikiga borgan ekan. U qizini ham rosa zo'r qizingiz yaxshi tarbiya bergan ekansiz deb maqtab qilishibdi-da. Keyin kamchiligi shu bitta ovqatdan keyin shu dasturxonda oldida bitta dumalab oladi deb aytibdi. Keyin ha, bu eshak qizim ekan deb chiqibdi. 4-qiznikiga borganda u haqiqiy qizi ekan, undan hech qanaqangi jalbat saqlashmabdi, hech qanaqa kamchilik aytishmabdi. Ha, bu o'zimning qizim ekan deb chiqishibdi. Buni bizga ayam kichkinaligimizda 5-6 yoshligimizda aytib berardi. Keyin biz 3 ta qiz bo'lganmiz. Agar kimdir betini yuvgisi kelmasa, kichkina bolasi-ku, o'shanaqangi paytda mushuk qizni bo'lyapsanmidir yoki bo'lmasam suyak g'ajib unaqangi qilib yegisi kelsa, suyagi g'ajib turgan bo'lsak, tasha kuchuk qiz bo'lib qolasandirdi. Keyin qorni to'ygandan keyin kichkina bolachalar dasturxon oldida dumalaydi-yu, u yoqqa bu yoqqa deb. Tur eshak qiz bo'lib qolasandirdi. O'sha mushuk qizga, kuchuk qizga o'xshatishmasin deb odobli qiz bo'lishga harakat qilardik har doim. Ayam bizga ko'p ertaklar aytib berishgan. Bilmayman, nimagadir ertalabdan beri mana shu miyamda iynalayapti. Mana shu rivoyat sizlarga ham aytib berdim oxiri. Shu adabiyotga, kitobga mehrimizni uyg'otgan ham o'zi onam bo'ladilar. Mana bunaqa zo'r joyga keladi-yu, ertaga o'qib berardilar-da, zo'r joyga kelganda ertaga o'qib beraman qolgan deb yopib qo'yishardi. Keyin o'sha paytda o'qishga shu darajada o'shani davomini o'qib olishga ishtiyoqim baland bo'lganda, 1-sinfga kirmasdan turib, уже alfavitni tanib, 1-2 sinfdagilardan tez o'qirdim-da. Shunaqa qilib o'rgatib olishgan. O'zim ham bu metodni bolalarimga qo'llaganman. Eng zo'r qiziq joyga kelganda, hozir ishim bor deb, yo bo'lmasam bo'ldi, qolganini ertaga o'qib beraman deb yopib qo'yardim kitobni. Bilmayman, sizlarga aytib bergim keldi.